Yaxshimisizlar? Hozir qaranglar, пересадка qilyotgandim. Anturim ko'pinglar so'raganim uchun esimga tushib qoldi. Mana пересадка qilishimiz. Ana turib olib berma bunda. Mana drenaj soldim. Ehtiyot bo'lib olamiz. Ildizni ko'rasizlar, mana shu deganga o'xshagan soppa sog'lom, alhamdulillah. Mashallah. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, okey. Mana tayyor grunt sovurdim, o'lchadim. Hamma yog'ini ugul qilyapman. Ko'ryapsizlar mana. Bizmasdan tekis qilib tiyiga tushgani ichiga yuboradi. Karnivin. Sepqonma. Xohlasa yaxshi bo'lsin. Hozir bu yo'g'ini Bismillahirrohmanirrohim. Mana qo'ydik. Chetini hammasini turpoq bilan to'ldiramiz. Turpoq bilan to'ldiramiz. Hozir bir 10-chisini shunaqa ekib berganman-da, hozir esimga tushib qoldi. O'shanga shuni video qilib bera qolay deb qo'yman. Zor foydasi tegsa, manfaatli bo'lsa debdi. Duo qilib qo'yasizlar. Bizani ham gulimiz mana shu qilib yozib, palay yozib deydi-yu, o'rnashib ketsin. Olgan odamni ham ilohim ko'zlarini quvontirib, yuzlarimizni yorug' qilsin. Mana shunaqa qilib ekib olamizda. Keyin men buni endi hozir sirkonli suv qildim. Hozir sirkonga bir pasga qo'yib beraman. Sirkonga qo'yaman, keyin ustidan sirkon sepaman. Anti stress. Deb keyin klientga chiqarib beraman, xudo xolasa. Mana. O'shanda anti stressni olib chiqarib bersam, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sababini qilamiz, hammasi Allohdan. Foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariylarda yozasizlar. Like, podpiska. Rahmat. Mana tayyor. Hozir sirkonga solaman men buni.